degan vazir keldi, qishloq xo'jalik vaziri. Menga tavsiya qildi. Mana shunday tuyaqush bor, boqaman desang dedi, nima qilib beramiz, yordam beramiz. Menga ma'qul tushdi. 9 dona 1 oylik jo'jalardan olib keldim. Mana shu bir yoshi 7 oylik bo'lyapti. Endi nasib bo'lsa mana bular tuxumga kiradi sentyabr oylarida. Bunda yopiq joy bo'lishi kerak. Keyin tagida shu graverma qum bo'lishi kerak. -20 temperaturaga bular chidaydi. Issiqlik farqi yo'q, bular issiqdan qo'rqmaydi. Bular go'shi shifo. Sahrli diabetga shifo, keyin yurak kasaliga shifo, keyin davleniyaga shifo. $4 kilodan 6 kilogacha pat chiqadi. Chet elda $1 kilo $8 turadi. Ana shu patidan kuylak chiqaryapti, jempir chiqaryapti.